Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxan do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda mana ko'rganinglardek necha kundan beri yo'q bo'lib ketdim. O'shanda qanaqa yangiliklar, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, o'shalarni ko'rsataman. Keyin sizlardan ming bor uzr so'rayman. Anchadan beri yo'q bo'lib ketdim. 10 kundan oshib ketdi shekilli menimcha. Endi yangi yil bilan bo'lib har kuni bayram, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, uni qil, buni qil, ishlar ko'payib ketib, shu bilan video olishga ulgurmadim. Lekin har kuni o'yinga kirib turdim. Event bor, o'shani bajardim. Black Pass uni kuchaytirib narsalar, o'shalarni to'g'riladim. Shu bilan xullas, balakat o'lgan ustiga tepgan qilib, bu ham otib yuboradi. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Men internetga o'tib olmasam hozir Hoppanna. Endi kutamiz. Xullas, o'shanaqa ishlar bilan bo'lib, men video olishga vaqtim ham bo'lmadi. Orada bitta ikkita shorts qo'yib turdim. Endi bu yog'iga har kuni yoki 2 kunda bir video chiqarib turishga harakat qilaman. Hozir ham bo'sh emasman. Prosta bugun bo'shroq bo'lganim uchun hozir necha bo'ldi? 11:30 soat 2largacha bo'sh bo'lganim uchun tez videomni olib to'g'rilab qo'yibani qilib ishlarimni qilib bo'lguncha, YouTube ishlarini qilib bo'lguncha shu bilan 2 ham bo'ladi. Keyin ishlarim boshlanib ketadi. Shu bilan muammo, problema. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. To'xtanglar, men buni to'g'rilab turib kirib keyin davom ettiray. Mana do'stlar, kirib ham oldim. Xo'p. Endi qanaqa o'zgarishlar bo'ldi shuncha kun ichida, nimalar qildim? Endi shularni sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi o'char endi kimdirlar uchun yaxshi, kimdirlar uchun yomon xabar bo'lishi mumkin. Paraga pul kerak bo'lib qolib, majbur DPS'imni sotib oldim. Va M5 F90 DPS 70 millionlarga sotib oldim uni. Hozir mana shu ikkita arava qoldi. Endi bularni ham sotib olsam, bir 18 millioncha chiqib qolsa kerak. Bularni ham sotib oladigan bo'lsam, bu 2 million, men bu 3-4 million atrofida bo'lsa kerak. Keyin semyaga yangi mashinalar oldim. Qanaqa mashinalar edi? Xo'p, bu bor edi. Buni oldim. Keyin afsuski men Mercedes oldim. F90 oldim. Lamborghini Aventador. Buni ko'rsatgandim shekilli, adashmasam. Qani? Buni ko'rsatgandim menimcha. Mana shu xullas buni oldim. iPhone oldim. Keyin men buni maqtashuvdi. Olib ko'ray deb mana shuni oldim. Golub nima edi bu? Tiffany rang. Yurishi normalniy bo'ladi, chidasa bo'ladi, yomon emas. Fam yana ham kuchaytirish kerak. Skladman yodagi nimasi 5 level edi. Ultimate sklad 5 level edi. 7 level qildim. Pul anasini 30 millionga chiqardim. Material necha 15 ming, maska 1,5 ming, kanistra benzin 1300 ta, patron 300 ming ta, branjilet 100 ta. Mana shu branjiletni hech qachon o'stirib bo'lmaydi menimcha. Keyin semyaga yangi bolalar keldi. To'xta, semyada nechta odam? Semyada 25 ta. 27 ta kamayib ketibdimi? Xullas, yangi bolalar keldi. Qaysi birligini to'g'risini esa men hozir bilgan. Kechqurun kirganda kirish kerak, hamma kiradi. Deyarli hamma kiradi. Bir 10 tachami bola kirsa kerak menimcha. Men teng yarmi kiradi. Xo'p, bu yerda necha? 76-o'rinda turibmizmi? Hozir taktikal. Buni ko'tarish kerak, lekin bolalarni yig'ib turib sekin-sekin endi divideniyani bosamiz. Har kuni nimalarga borib ko'tarib hozir mana nechta semyadan atigi necha mingtadan oshiq semya bor, adashmasam bu yerda 76-o'rinda turibmiz. Buni tez ko'tarib olsa bo'ladi. Har kuni nimalarga kontlarga borib turib bolalar bilan ko'tarsak bo'ladi, tezroq ko'taramiz. Xo'p, mana shu 3 ta mashina bo'ldi.
Semiga yangi olganim, hali yana olaman. Pulim qancha? 13 million qolibdi. Keyin uy oldim. Nimani yonidan, auksion yonidan oldim. Kuchaytirilmagan stok uy. Yo, adashmasam bitta kuchaytirilgan. Mana bir marta kuchaytirilgan ekan. Buni bu kimga berib yuboraman, ko'ramiz. Balkim sotib yuborarman, balkim bu kimga berib yuboraman. Endi yog'ini aniq bilmayman, lekin semenniy dum qilib qo'ysammikan hozirchalikka deb o'ylab turibman. Semenniy kvartira. Rasnet еще одно дом. Ko'chaga chiqaylik-da. Home. Удалить 7 спаун. Mana. Uy. Tushunmadim. Ваш квартира место спаун для семьи. Семейный kvartira. Удалить 7. Короче, do'stlar, hozir kerak emas. Keyin eventimni ko'rsataman. Event kecha mazam bo'lmagani uchun sraz yotib uxlavordim. Men 4 mingta yig'ish kerak edi, yig'olmadim. Atigi 800 yig'ilib turuvdi. Shuning uchun sal pastda qolib ketdim. 44-yonida turibman hozir. 44 ga keldim. Yana ozgina qilib shu bilan ertaga adashmasam bu keysni olaman. Bu yog'iga yana ozgina qoldi. 11 kun qoldi. 11 kunda menimcha zo'rg'a kelsam, qaysinga kelishim mumkin? Asobo keysga kelishim mumkin. Men bu furadan umidam qilmasam bo'ladi. Endi rentga chiqsa rentdan olaman buni. Boshqa joydan olib bo'lmaydi. Hop, zadaniyalar. Black Paskani olaman 10 mingtalikni. Hop, nechinchi o'rinda turibman? 785 ga tushib qolman. Planni ham sekin qilaman. 4 ta biletim bor ekan, uni o'ynab yuboraman. Hop, bu yoqqa keladigan bo'lsak, 40 ga keldim. 699 black coin'im bor. Yana donat qilib yuboraman-da. Keyingi videoda sizlar bilan mana shu Black Pass'ni ko'rib chiqamiz. Pulni keyslar ochamiz. Nimalar tushadi? Men mashinalarni tuning qilib haydab ko'ramiz. Men Mercy. Keyin men bu keysdan ham berar ekan. Ko'rmayman buni. Men bu buni olsak, buni full tuning qilaman. Donatga emas, bez donat full tuning qilaman. Balobatlarni qo'yib, shu bilan o'zim haydab yuraveraman. Endi upravleniyasini bilmayman, to'g'risini aytsam, uncha haydab ko'rmadim. Faqat event o'yinida poygada tushganda haydab ko'rdim. Bu yoqqa olgandan keyin ham ko'raman, lekin men buni nima qilsam ekan, men buni ko'raman. Yo go'sga uchirib yuboraman, yo bu kimga berib yuboraman. Bilmadim. To'g'risincha, xo'p, bu mashina narsalar bo'tdi. Endi eng asosiysi, DPS 70 millionga sotgan bo'lsang, shuncha pul qayerga ketdi deb so'rashinglar mumkin. Men biznes oldim 56 millionga, magazin 24 ga 7 oldim. Buni to'g'risini aytsam, men nimasini bilmayman. Qanaqa qilib kuchaytiradi, nima qiladi, semenniy biznes. Rasnet biznes. Malaka tushunmayman borim. Hop, zakaz, informatsiya zakazi. Rasnet zakaz, хорошо. Buni men biznes oldin aniq qilib ko'rmaganman, shuning uchun yaxshi tushunmayman. Tushunadiganlar bo'lsa yozib qoldiringlar kommentariyada. Oldin biznes olib ko'rmaganman, endi olmoqchi bo'lganman-u, kerak emas deganman, olmay qo'ya qolganman, chunki baribir tushunmasdim. Hop, ulchit biznes. Nima bu? Finansoviy statistika. 20 kunlik. Hop, 7 ming, 224 ming, 1 million. Paytida 1 millionga ham chiqargan bu. 200 ming, 200 ming, 200 ming, 200 ming. O'tgan 200 ming. Biz mana shunaqa narsalar do'stlar. Ko'raman, balkim bu biznesni qo'yib qo'yarman. Endi zarar tegmayapti. Ja, pul kerak bo'lib qolsa sotib yuborarman. Hop, bu yerda kimlar bor? Taniydiganlar yo'q.
Matvey Vektor Nikvel garaj turibdi. Mana garajim. O, bitta garaj bo'shabdi. Rizzaga garaj kerak bo'lsa, o'shani aniq olamiz. Lekin u ham kerak edi, ani uyga berib yuboraman Rizzaga. 23 minut qolibdi. Biletni olamiz. Sekin-sekin bosamiz. Hop, magazin qayerda deb so'raydigan bo'lsanglar, magazin mana pastda, Nijgorsk pastida, mana shu yerda. Vokzalning oldidagi magazin meniki. 24 ga yetdi. Mana mashdagi magazin. Hop, endi mashina bo'lsa, olib chiqib turib aylanib ko'ramiz. Qaysisini olsam ekan? Jonajon mashina olaman. Nima deydi? Voy. Barakat. To'xtachi. Pravam bormidi mana? Bitta B prava bor edi shekil. Yo, ishlatib yubordimmikan uni? Barakat, ishlatib yuborman menimcha. Ishlatib yuboribman. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda bitta Niva yotibdi, chang bosib. Bu yerda narsalar to'lib ketgan. Hop. Yubkalar ham to'la. Skinlar ham to'la. Hop. Kallaga bitta narsa kelib qoldi. Mana shu skin bilan men bu narsalarni bu kimga rozgirish qilib berib yuborsammikan deb o'ylab turibman. Mana shu skinlarni ko'rsatdim. Kimga qanaqasi yoqsa, kommentda yozinglar. Agar o'zimga kerak emas bo'lib qolsa, sizlarga berib yuboraman. Masalan, men kichkina Termiziy bilan men kampirshonikimi. Hop, yana qaysi kerak? Men poygacha o'rtadagi kachokcha. Bitta mashina kerak, menga kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yerdan kerak narsani o'zi yo'qmancha. Nima ham bu ochki ikkita? Bilmadim. Xullas, o'shanaqa gaplar do'stlar. Hozir nima qilamiz? Hozir endi eventdanisini o'ynab ko'ramiz. 3 ta odam bor ekan, boshlanib bo'lsin, keyin davom ettiraman. Mana do'stlar, mana hayot boshlandi. Necha 5 kishimi, 6 kishimiz. Hop, narsalarga qaramaymiz. Birinchisini o'tkazib yubora qolamiz. Arujalarni yig'ib chiqish kerak. Barakat olib ketdim-ku. Ayo, mana turibdi. Qani? Mana. Hop, voy, muzladim. Voy, yur. Yur, o'laman hozir. Barakat. Hop. Ekran uchida rasvo ishlayapti. Shuning uchun sal dovdirashim mumkin. Endi bosamiz. Nechta? 5 ta odammi? Men bilan. Mendan tashqari 4 ta. Hop, 20 sekund berdi. 80 gacha tushira olarmikanmiz? Yaxshi, 80 dan tushdi. 20 bitta edik. Buni uramiz. Menimcha bu eventda mashina bermasa kerak deb o'ylayman. Men hali eventdan tushgan bitta mashinani ham ko'rmadim hech kimda. Nargini ham uramiz. Hop, ana. To'rat. Hop, ana. Endi bosamiz. Bu eventdan tushgan mashina ko'rmadim hali. Ringda ham, oddiy guruhlarda ham ko'rmadim hech kimda. Ko'ramiz, balkim tushmas. Yoki tushgandir o'sha bu kimga men ko'rmagandirman, bekitib qo'ygandir bu joyiga. Lekin men hali hech kimda ko'rganim yo'q. Lekin obnova kelishidan oldin yangiliklarda mana shu Telegram kanallarda aytishuvdi. Coinsec XR yana qaytarishadi, eventga qo'shishadi.
sudem u bu narsalar deb gapirib yotishganini ko'rdim. Rosti ishonmagandim. To'g'ri qilgan ekanman, ishonmang. Qoch balakat. Davay 40 gacha tushira olamizmi? Davay. Davay. Balakat. Unga tegmayman, mana otaman. Davay. Mana shuni yeb bering. Bitta shu qoldi. Молодец. Davay, 20 gacha. Iplimizmi? Iplimiz manimcha. Qani, davay. Bo'l, tezlashamang. Ana. Endi unga tegmayman, buni otaman. Hop, ana. Menimcha 1% qolib ketsa kerak. Kim qaramabdi unga otlaring? Rosa harakat bor o'ldilaring desinlar. Hop ana. Davay. Yo 1 yo 2% qolib ketadi, shu garantiya beraman men. Qoladiganga o'xshatdi-da chunki. Yo'q, qolmadi. Молодец. Tez qilib hammasini otib taxlab chiqib ketamiz. Xo'p, nima padarka berar ekan? Balakat, orqada qolib ketdim. Xo'p, men padarkamni ko'rmadim hali. 500 ming beradimi? Yo 100 mingmi? Mana shu meniki. Bir tinga qimmat narsa. Nima qilaman uni? Bo'pti. Mayli. Bu narsaga yarab qolar. Yana o'yna olaymi? Balkim normal narsa berib qolar. Mana bu yoqda berdi. Shu bilan 714 bilik coin bo'ldi. Yana qancha? 776 bilik 76 bilik coin kerak. Shu bilan bilik pasni ochib ana qolsam bo'ladi. Balakat pravam yo'q edi. Hech kim kulmaganmi? Hech kim yo'q, hamma o'zining ishi bilan yuribdi. Ketdim unda, men hozir BDDga borib litsenziya bormi yo'qmi qarayman. Litsenziya bo'lsa o'shdan pravo olib kelsam bo'ladi. Litsenziya yo'q ekan nimada. Endi har ehtimolga qarshi borib ko'raman, o'shga borib o'shdan davom ettiraman. O'zi cho'zilib ketadi. Mana biramalab skuterga cheka olib, skuterni olib kirib oldim. Hop, men ichkariga kiramiz. Tushunarli. У вас нет? Nima? Fu, balakat. Keyin garajda nomer ochib ketaydi. Bak, fan skladga qo'yib turaman. Hech kim olmasa kerak. Sklad. Hop, pastga tushaman. Tak. Ikkita bek nomerlar turibdi. Taka chiroyli bo'lib. Endi ochsak bo'ladi. Hop. Qozon nomer bu. Конечно, qozoqcha nomer ochamiz. Nih. Hop, yana u kerak emas. Hop. Yana. Hop. Ana. Mana. Yana. O'lib ket. Bundan.
Hop, 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 hop. 3'te 7. Nak, kerak emas. Normal nomer yo'qotgan. Bundan 94 90. Yo'q. 33 93 yo'q. 3003 3 kerak emas. Bitta ham yo'q. Normal nomer. Hop. Buni olsak bo'ladi lekin. 8000 ekan. Juda omadli tushdi. Yana aylantirib ko'raman. Bo'ldim, bitta omad beradim. Da, menimcha bittagina tushib berdi-yu. Bitta mana shuni bosaman ekan chiqib ketaman. O'lib ketdi. Bo'pti, endi sifatda nomerimni olay. Ketdi yana bir marta nima o'ynab o'raman men. Ana event o'yinini o'ynab ko'raman. Boshlansin, keyin davom ettiramiz. Xo'p, mana boshlandi. Sirrazi qiladigan ishimiz orqadan orужие qilamiz. Bu safar 6 ta bo'lamiz. Xo'p, mana Давай. Hop. Kengisiga ulgurgan. Voy, muzladim. Yugur. Hop, bu yerda harjabam. Bo'pti, oldin buni otib olaylik. Kengisida qidiramiz harjani. O'qqa yomon yeb tashyapti lekin bari. Davay, otlaring salla. Ishla, qul. Bunga kelamiz, buni olamiz. Tush pastga. Buni olamiz. Voy. Tayyor. Davay, bos. Voy, o'qib bermadi-yu. Hozir mana shu itni oldimga turgan itni urib yuborishim mumkin-da. Hop. Borib mana buni olib olaydi. Bu yoqqa kelamiz. Qani qoch. Qoch. Endi bosamiz. Elit Panzus. Paxom Saroka. Tojikmi deyman-da bular. Gleb Chiznik. Hart. Qiziqmas menga. Kompyuter olib turib kompyuterga o'tamanmi deyman deb cho'ta telefon pand beryapti. Yo bo'lmasa yangi telefonga almashtirish kerak. Malakat. O'zim o'shash qiymati. Davay, otlaring. Malades, boqsa odam bo'lasanlar. Qani, davay, tezlash. Hazırlashyaptim bu.
Mana bo'ldi. Davay boshlaring endi. Davay tezlash. 10 gacha tushiraylik shuni. Kechiq chor. Sizlar otishib turlaring. Qiziqda masjidga chiqsam jon yermikan, yemermikan? Tepadamanu. Voy jirkan. Doy, o'zi azizgina qoldi. Tepadan turib uribman. Hoppanna. Tepada turibman. Hoppa. Qani yugurlaring. Nima beradi, nima? Yana rasvo narsa. Voy. Bo'lmasmi? Qaniydi meniki. Pul bersin, nima qiladi bunga? O'lib qoladimi? 500 dan bersin-chi. Bo'pti, hozir nega boramiz? Qattiydi bu? Mana. Мастерской yonimizda ekan. Orqada piyoda boraveramiz. Agar normalniy to'g'ani qorbog'on skini o'sha deydi, мастерскойdan yasirdi. O'shani yasab yuboraman, bo'lsa. Uning uchun lekin nimani 2 level qilish kerak ekan? U qanaqa qilib qiladi men bilmayman. O'shani 2 level qilib olib, o'shani yasab turib, kayf qilib skellarni yasab yuraveramiz keyin. Men moto yasamoqchi edim. Men qorbobo bo'tdim, Dubai nariyadi. Hop, мастерской. Уровень 1. Senga o'tamiz, mana buniki bo'tdi ekan 40 ta kerak. Keyin men palaga instruksiya kerak, ikkita koja kerak. Instruksiyani topish qiyin ekan. Heshmish. Mana olib tashashmabdi-yu, turibdi-yu bu hali ham. 40 minutda plus 10, 90%, 25%, 35%, 45%. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Pastga tushamiz. Pastda bunaqa narsasini qo'shibdi. Bundan bormanda olib qo'yganman. Keyin bunaqa kalla. Bu mashinani rentga ko'ruvdim men borib. Yasash kerak. Lekin men ham tikodan yasamoqchi edim. Bekas degandan. Medved. Nima? Volkolak. Laxtak. Marakal. Krayt. Larga. Akiba. Nima? Koyot. Sleipnir. Fu, balakat. Anaconda. Mana shunday yasavorish kerak, lekin yasavorish joyi lekin bor-u. Nimadir yasavotdi, 28 minut kutish kerak ekan. Mayli. Xullas do'stlar, mana shunaqanday gaplar. Undamas ekan, mana shu videoni tugata qolaman. Ko'rsatadigan hamma narsani ko'rsatib bo'ldim menimcha. Qanaqa yangiliklar, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Endi keyingi video xudo xolasa shu bilan Black Pass olamiz. Xullas, o'sha pastdagi keyslarni ochib, tudemsini shunaqa narsalarni qilamiz. Agar omadim kelib qolib, mom keysdan normal narsa tushib bersa,
Yana bitta asoba case olarman. Balkim ko'raman agar zo'r narsa tushadigan bo'lsa. Masalan, nima zo'r narsa? Men mashinalardan umidim yoki men Ford Mustang umid ham qilmasam bo'ladi. Plus mana shu Ford Mustang bu yerdagi mashinalar yoki mana agar men skin tushadigan bo'lsa 100% bularni olmosga aylantirib yuboraman. Birinchi mazga olmosga aylantirib turib asoba case ochaman. Yo'q, limited ekan. Hop, asoba case уже 5 ta 6 tami? 5 ta 6 7 ta ochimman. Xudo xolasa endi yaqinda 8-sini ochaman. Shu bilan boyib ketaman. Yahaha. Hop, yana 2 ta standart men case olsam 1 plus beradi. Bundan bunga oz qolgan. Pochta ekanini olib yo'qotib yubordim. Xullas mana shunaqa narsalar do'stlar. Mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men videoni tugatdim.